Assalomu alaykum. Bugun biz bir nechta matematikada chalg'ishga olib keladigan narsalarni ko'rib chiqamiz. X teng 1. Demak, x 1 ga teng. Agar x kvadrat teng 1 bo'lsa, endi x teng 1 bo'lmaydi. Sababi bu x minus 1 va x plus 1 degan ko'paytuvchilarga ajraladi. Va birinchi yechimimiz 1, ikkinchi yechimimiz esa minus 1 ga teng bo'ladi. Matematikada masalaning yozilishi eng asosiy o'rin tutadi. Sabab mana bu x teng 1 ga teng edi. Uni kvadratga ko'targandan keyin ham tenglik o'zgarmaydi. Lekin masalada yechim o'zgaradi. Ya'ni bu ikkitasi bir xil masalalar emas. Endi 1 plus ildiz osti 4. Javob 1 plus 2. Bu ham 3 ga teng. Endi x kvadrat teng 4 bo'lsa, x barobar bu yerda plus minus 2 chiqadi. Ya'ni ildiz olsak, ildiz osti 4. Mana bu yerda lekin nima bo'ladi? Modul bo'ladi. Modulning hisobiga mana bu 2, bu tarafda plus minus x hisobiga x'imiz bir tarafdan 2 degan yechim, ikki tarafdan minus 2 degan yechimlarga ega bo'lamiz. Bundan kelib chiqadi, oddiy hisob-kitoblarda mana bu ildiz ostidagi ifoda jup ildizlarda musbat qilib olishimiz kerak ildiz chiqarganimizda. Lekin masala jihatidan qaraganda bu tarafining ildizi baribir ham 2 bo'ladi, ildiz osti 4 dan ildiz olsak. Lekin bu tarafidagi noma'lum ildiz olganimizda, ildizni ichidan musbat chiqishi uchun, buni modulga olganimiz uchun, demak, ikkimiz bizda plus minus 2 degan yechimlarga ajraladi. Bu ham ba'zi bir tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin o'quvchini. Demak, oddiy hisob-kitobda yozilishida jup ildizlarda faqat musbat qismini olamiz ekan. Toq ildizlarda esa ichi musbat bo'lsa musbat, ildiz ichi manfiy bo'lsa, undan manfiy yechimlar chiqadi. Endi ildiz ostida kub ildiz ostida minus 2 ning kubi. Demak, bundan minus 2 chiqadi. Lekin kub ildiz osti 6 da mana bunday bo'lsa, bunda endi ich 2 chiqadi. Sabab mana bu jup ildiz bo'lyapti. Bu yerda esa toq. Ya'ni buni daraja qisqartiradigan bo'lsak, bir xil bo'ladi-ku deyishimiz mumkin. Ya'ni minus 2 ning 3 bo'lingan 3 1 bo'lib birinchisi yana minus 2 bo'lib, lekin bu yerda minus 2 ning 6-chisining 6-chisi deb qila olmaymiz. Bu yerda albatta jup ildiz bo'lgandan keyin bu yerga modul qo'yishimiz kerak. Sabab jup ildiz ichidan jup musbat son chiqishi kerak-da. Shuning uchun modul qo'yiladi. Bunda esa toqda esa hech qanaqa modul qo'yish shart emas. Shuning uchun bu yerda minus 2 ning modulining darajasi 1 ga teng bo'lyapti-da, bundan 2 soni chiqayapti.
E'tiboringiz uchun rahmat.